Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, musofirda yurgan aka-ukalar. Mana Muhammadjon ukamizni otalari kelibdi. Alloh shifosini bersin, sog'ligi yaxshi emas ekan. Qoni kamayib ketib, yurishga qiynalyapti ekan, oyog'i og'rir ekan. Shunga davolatganini Rossiyaga olib kelishgan ekan, imkoniyatlari bo'lmayapti ekan. Alloh yo'lida qo'ldan kelgancha ihson qilinglar. Karta nomerlar 8901 528 4 raqamiga ulangan Sberbank. Qo'ldan kelgancha ihson qilib yordam qilinglar. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana akamiz o'zlari ham gapiradilar. Assalomu alaykum akalar, iltimos yordam beringlar. Qattiqroq gapiradi. Akajonlar yordam beringlar, iltimos shu bolachalarga aka. Alloh yo'liga deb akajon, shu bola yaxshi bo'lsin. Men Allohdan so'rayman sizlarga. Duo qilinglar akalar, iltimos sizlardan akalar. Va bo'lsinlar shu bolani yaxshi qilaman deb shu yerga kelib ishlashga kelgan edim o'zim. 5 kun bo'ldi kelganimga, iltimos akalar yordam beringlar akalar. Musofirga yurgan akalar, Alloh yo'liga juma kuni duo qilaman akalar. Shu bolaga duo qilinglar, yaxshi bo'lsin akalar. Oyoqlari, qonlari tushib ketyapti, qo'rqyapman akalar. Iltimos akalar. Bu bolachani qoni tushib ketib, oyog'i ishlamay qolar ekan. Alloh yo'liga yordam qilinglar. Biz Rossiyadamiz, hozir Lyubersida. Faqat bugun 20-aprel 2025-yil ihson yig'iladi. Qo'ldan kelgancha Alloh yo'lida ihson qilinglar. Imkoniyati yo'qlar, Allohdan shifo so'rab beringlar, duo qilib beringlar, iltimos sizlardan. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz, xonadonlaringizga sog' salomat o'ynab kulib, baribir tilaydi, to'lib toshib yetib borishni nasib qilsin. Hammalaringizga rahmat.